Amerikada KFC bo'lsa, O'zbekistonda Valijon aka. Do'stlar, biz mana Valijon aka bilan bugun ko'rishdik. Sababi intervyuimiz chiqqaniga Valijon aka 1 yil bo'libdi. 700 mingtadan ortiq YouTube'da ko'ribdi odam. 10 milliondan ortiq Instagramda tomosha qilishibdi. Ancha hayot o'zgarib ketdimi bu yildan? Shunday. Respublikaga tanish bo'lib qoldik. Valijon akaning loyihalarida tanlov e'lon qiluvdik. Shu tanlovga yutuvchilari bugun kelibdi. Sovg'alarni Valijon aka mana shaxsan o'zi topshiradilar. Tanlovimiz shundan iborat ediki, birinchisi rul so'zini o'zbekchadagi tarjimasi nima edi? Mana do'stlarimiz topishibdi. Rul so'zini o'zbekchadagi tarjimasi bu jilov. Jilov. Yana bitta so'zimiz bor edi, Agniapasni so'zi qay darajada tarjima qilgan to'g'ri bo'ladi degan savolimiz bor edi. Unga savolga javob olganimiz yo'q, lekin ma'lumot uchun aytamiz. Agniapasni so'zini tarjima qilgani tahlikali modda degan so'z bilan tarjima qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Tahlika beruvchi, ya'ni xavf beruvchi modda. Mamnuniyat bilan sovg'alarimizni topshiramiz. Rahmat. Obunachimiz bankda data specialist bo'lib ishlayotganlar. Bular Almatali obunachimiz ekanlar. Olmaotadan mana keldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Bu sizga sovg'a. Ana. Dadangizga o'xshab ilmli, bilimli yigit bo'ling. Mana bizni sovg'alarimiz Ermey kompaniyasini mahsulotlaridan sovg'alarimiz bor edi. Marhamat, bulardan olasizlar. Jahongir, sizga ham sovg'amiz bor edi. Sovg'ani rahmat. qabul qilasiz. Bo'ldi. Rahmat katta. Do'stlar, xullas, like bosib, izohda fikrlarni bildirib olinglar. Valijon aka bilan yangi loyiha bo'lsin desa, yana like bosib, izohda fikrlarni yozib qoldiringlar. Valijon aka, ishlaringizga omad. Rahmat. Yuzliga kirib yuring, xudo xolasa. Amerikada KFC bo'lsa, O'zbekistonda Valijon aka.